Richard mahkamaga pasportlarimizni berish uchun ketdi. Vaqting bo'lganida qo'ng'iroq qilarsan. Senga meni nimam yoqmadi? Meni didimdagi odam emassan. Shunaqami? Yo'q, men... Ha. Kichkinagina muammo tug'ilib qoldi. Vertolyotni chaqir, uyga ketmoqchiman. Ammo sen shu qadar go'zalsan, chidab tura olishmagan. Qalimjon. Hoziroq vertolyotni chaqir, bo'lmasa xotiningga qo'ng'iroq qilib hammasini aytib beraman. Iflos fohisha, hayotimni barbod qilish bilan qo'rqitmoqchimisan?